Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Bugungi videomizda ishlab chiqaruvchi akalarimizdan yangi listdan va albatta konteyner listidan yasalgan apolovkalar narxini yoritib beramiz. Bu yerda 27 sm dan 1 metrgacha har xil variantlarda bor. Bundan tashqari kolonna apolovka, zinalar, zina apolovkalar, leysalar, aravalar, betonameshalkalar hammasidan bor ekan. Manzilimiz Farg'ona viloyati Bo'yda tumani Dehqonobod kominterndan bo'lyapti. Shu akalarimiz mehnatini qo'llab-quvvatlab, like bosib, iloji boricha arendachi akalarimizga va albatta dom kotej quryapti turgan akalarimizga jo'natib qo'ysalar, kimgadir foydasi tegib qolishi mumkin. Chunki akalarimiz birinchi qo'l, ya'ni eng arzon narxlarda. Dastavkalar butun O'zbekiston bo'yicha kelishilgan narxlarda yetkazib berishyapti. Hozir esa har bittasini alohida narxlarni ham yoritib beramiz. Bu yerda albatta ko'proq olgan obunachilarimiz uchun bonuslari ham bor ekan. Qani biz bo'lmasa usta akamizdan to'liq ma'lumotni olamiz. Assalomu alaykum. Usta aka, yaxshimisiz? Sizmisiz? Charchamayapsizmi? Xo'sh, qo'llang dard ko'rmasin. Shu xalqimizga foydasi tegadigan narsalarni ishlab chiqarib yetkazib beryapsizlar aka. Ha, shunday. Birinchi o'rinda mana shu zina apolovkamizdan boshlaylik aka. Bunimiz necha yil listdan qilingan? Zina 208 listdan bo'ladi. 208 listdan bo'ladi. Nechta pog'onali aka bunimiz? Pog'ona 6 ta, 7 ta deyiladi. 6 ta pog'onasi bor. Ha. Narxini qancha qilib beryapsiz bularni? Buni 7 taligini 2 million 300 ming qilib beramiz. 2 million 300 ming so'm. Buni xolosa kelishtirib beriladi. Kami bording. 2 million 300 ming so'm kami bor. Xolosa 4 talik, xolosa 8 talik qilib berilaveradi aka. Shunaqa. Qilib berilaveradi. 3 taligi bor. Ha, 3 taligi ham bormi? 3 taligi qancha berilyapti? 3 taligini 1 million qilib beraveramiz. 3 taligi 1 million so'm. Tushunarli. Mana bu lensalarimiz stenkasi nechilik ustaga? Lensalar eng qalinidan 1.7 stenkada. 1.7 stenka. Ha, razmeri. Razmeri o'sha elqatari 2 naqa bo'ladi, balandligi 1. Eniga 94 lik, ha? Eniga 90. Kampiligida ikkita oyog'i, ikkita tekskashagi, bitta paddoni bo'ladi. Shunday ustaga. Kampilig, ha. 1 metrligi qancha berilyapti? Buni 520 ming so'm. 520 ming so'm. Xuddi shuni 2 metrligini orqa tomonga tahlab qo'ysiz, ular qancha berilyapti? Ularni 615 ming qilib beramiz. 615 ming. 5 paddon olaman desa qancha qilib berasiz? 180 ming kilometr beradi. 180 ming so'm minus kilometrlarda ustaga. Shunaqa. Xo'sh, kolonna apolovkalarimiz nechiga necha aka bularimiz? 40 ga 40. 40 ga 40 narxi. Narxini 2 million 900 ming. 2 million 900 ming so'm 3 metrligi. 3 metrlik. Tushunarli. Mana burchak apolovkalarimizchi? Burchaklarimiz, Ha, bu tomonda bormi? burchaklar mana. Uzunligi 3 metr bo'ladi aka. Uzunligi 3 metr. Aha. 550 ming, 500 ming qilib beraveramiz. 500 ming so'mdan. 500 Aksiyani ming so'm. kattasi ketdi. 500 ming so'mdan burchak apolovkalarimiz. 40 ga 40 bo'ladi. Aravalarimiz qanchadan usta aka? Aravalar 400 mingdan. Bular 400 qo'shib ming beramiz uni bonusga, ko'p olganga. Ha, ko'p olganga bonus qo'shib beradi. Lekin alohida olaman desa, buni 400 ming so'm. Nargisi 500 ming so'm. 500 ming so'mdan kelaverasizlar. Ikki g'ildiraklarimiz aka? 2 g'ildiraklar 650 ming so'm qilib beramiz. 650 ming so'mdan ikki g'ildiraklar, o'sha yaxshi sifatli zo'r aravalar. Endi aka, mana bu apolovkamiz o'sha bitta apolovka bilan 5 ta quyon ursa bo'ladigan apolovka hisoblanadi. Rost aka. Birinchisi fundament, mana bunga o'xshab ko'rishingiz mumkin. Ikkinchisi kolonna, uchinchisi mana bu regl donida kuysalangan bo'laveradi. Bundan tashqari monolit kuysa, hovuz kuysa ham bo'laveradi aka. Bo'laveradi. Nechilik bunimiz lisa? Lisa 2,5lik. 2,5lik, uzunligicha? Ikkita bukilgan. Uzunligi 18 metr, ikkita burchagi bor. Ikkita burchak. Boltga syomli qo'shib beriladi, rost aka. Qo'shiladi. O'q idishigacha qo'shib beramiz. O'q idishigacha. 60 lik ekan bu? Ha, bu 60 lik. Narxi? Narxini 8 million 800 ming qilib beramiz. 8 million 800 ming so'm. 3 komplektdan ko'p oladigan bo'lsa, bitta arava qo'shib beriladi. Qo'shib beriladi. Qoyil. Bunimiz shu ustaga? Bu 2 lik listdan bo'lgan. Ha. 50 ligini 6 million 500 ming so'm qilib beramiz. 6,5 million so'm 50 santimetrli oddiy apolovka ekan. Lego bas ekan bu ustaga? Lego emas bu. Lego bas oddiysi. 6,5 million. Yangi listdan bo'lgan. Ha, yangi listdan bo'lgan. 6,5 million so'm dedingizmi? Ha, 6,5 million yana kelishtirib beriladi. Kelishtirib beriladi. Bunimiz nechilik ustaga? Bu 70 lik. 70 lik Lego narxi. 70 likda 11,5 million qilib beramiz. 11,5 million so'm Lego. Lego Kelishtirib beriladi. Aha. Bularimiz 50 lik shekilli. Bu 50 ga. 50 lik narxi. 50 lik narxi 7 million 300 ming qilib beramiz. 7 million 300 ming so'm. Tushunarli. Xo'sh, bunimiz 30 lik ekan, ustaga? 30 lik qancha? 3 million 900. Nimasichi? 27 ligicha. 27 ligi 3 million 100 ming so'm. 3 million 100 ming so'm. Tushunarli. Mana bu tiklangan holat, ustaga? Bu tiklangan holat. Tiklangan holat. Mana ko'rib turibsizlar. Mana shu xolasa bunda ikkita bukilgani, xolasa bundaqa bitta bukilgani. Ha, bitta bukilgan. Bunisi arzon ochsa kerak. Bu Jicha? 200 ming arzon chiqadi. 200 ming so'm arzon tushadi. Ustaga kim bularni masalan lisini qalinligi necha millimetrdan necha millimetrgacha yasash berasiz? 2,5 plus bular. 2,5 plus. Yoshi 2 ham qilib beraverasiz. 208 ham qilib beraverasiz. Zakazga qarab berilaveradi. Qilib berilaveradi. Tushunadi. Hozirgi kunda eng asosiy hadavoy qaysi biri ketyapti usta aka?
Lego bilan chempion. Asosiy naqasi baquvvatrog'i chempion mana shu. Ha, baquvvatroq chempion. Legoni nechiligidan olishyapti? 50-60. 50-60 ha? Eng Xo'sh, buni hado'ylari. 60 ligini narxini aytdik-a, usta aka? Ha, Bu o'sha 63 lik chempion Apolovka. Shunday usta aka? Lisini qalinligi. Lisini qalinligi 208. Aha. Orqasiga 4 ga 2 profil qo'yilgan. Aha. Profilda ham loy kirib qoladigan joyi yo'q. Qors qilib teshigi yo'q Ha, 45 gradusda nima qilib 90 gradusda ulangan. Shunday usta aka? Ulangan. Narxini qancha qilib beryapmiz? Buni narxini 8 million 900 qilib beramiz. 8 million 900 ming so'm. Bunga ham o'sha bonus qo'shib beriladimi? Bonus qo'shib beriladi. Qo'shib beriladi. Xudo 3 komplektdan yuqori olsa bonus qo'shib berilar ekan. Bularda o'sha 50 dan Aha. 1 metrgacha. 30 dan 1 metrgacha tayyorlab beriladi. 1 metrga qancha chiqadi usta aka? 1 metrga qancha chiqadi degan? 13,5 mi shuni atrofida chiqadi. 13,5 shunaqa. 13,5 million atrofida chiqadi. Kami bor albatta. Bunimiz konteyner lisidan qilingan. 80 lik. Lisini qalinligi. 2 million bo'ladi, 2 deydi, 2 million chiqadi. 2 mm. Eshikmi bu, arqami bu? Eshik, hammasi eshik bo'ladi. 2 kilos, ya'ni 2 atrofida. Ha, shunaqa. Xo'sh, boltga qatiriladigan joyi usulidan qilingan ekan, usta aka? Usulidan qilingan. Narxi? Şey qo'yilgan. Narxi 8 million 7 million 800 qilib beramiz. 7 million 880 ligi. Bunisi 70 lik shekilli. Ha, 70 lik. Bu 7,5 qilib beramiz. 7,5 million so'm. 60 ligicha. 60 ligini 6 million 900 qilib beramiz. 6 million 900 ming so'm. 50 ligi 6 million 200 qilib beramiz. Bu ham Lego usta aka? Bu ham Lego. Lego variantda konteyner listdan chiqarsa ham bo'ladi-da. Ye, qo'y. Sotuvda bor, xudo xolasa. Sotuvda bor, ha. Sotuvda bor. Bularimiz nechilik usta aka? Naqadan tayyorlab berilaveramiz zakazga qarab. Aha. Bularimiz Bu nechilik? 35. 35 lik Sisma. Sesma. Aha, Sesmaga ham ishlatyapti buni, hali nimaga ham ishlatyapti? Profili bor ekan-a? Kapalak profili. Kapalak. Ha, narxini qancha qilib beryapmiz? Buni 4 million 700 qilib beryapmiz. 4 million 700 ming so'm. Devorlar orasiga ham ishlatyapti. Ha, sedinitriga o'xshatib, ha. Tushunarli. Bularimiz-chi aka? Bular ham o'sha 35. 35. Narxi. Narxini aytdik-a? Narxi Nariga 3 ga 1 dan qilingani. 3 ga 1 dan qilingani buni 7 million 300 ming so'm qilib beramiz. 7 million 300 ming so'm 3 ga 1 dan qilingan. Buni 6 million 500 ming so'mligi ham bor. Bu rossiyskiy gonni qo'yilgan, o'shani hisobga bunday qimmatrog'i bu. Ha, narigindan olib chiqolmadik. rossiyskiy gol qo'yilganda. Rossiyskiy gonni qo'yilgan hali. Ko'p zakaz shuni tushadi, o'shanga tayyorlab qo'ydik. Ha. Lekin sotuvda bor-a hozir? Sotuvda bor. Usta aka, bunimizni 27 liga qancha berilyapti Sismaniki? 27 ligi 2,5 million qilib beryapti. 2,5 million so'm, 27 lik. 30 ligi 3 million 300 ming so'm. 3 million 300 ming so'm. Tushunarli. Xo'sh, beton meshalkalarimiz. Beton meshalkamiz 3 million 700 ming so'm. Rollini. Rolli variant, ha? Aha, ruchkalisichi. Ruchkalini 3 million 200 ming so'm qilib beramiz. 3 million 200 ming so'm. 3 million 200 ming. 3 million 200 ming so'm ruchkali varianti, rullisi 3 million 800, ha, usta 3 aka? million 800. 3 million 800. Ichkarini ham bitta ko'rsatib qo'y, kareta-paretalarda, maylimi? Xo'sh, mana bu yerda 40 lik kolonna polovkamiz tayyorlari bor ekan. 2 million 900 dedingiz, ha, usta aka? 2 million 900 ming. 2 million 900 mana bu yerda. Mana shunda tayyorlangani hisobiga o'ta tekis chiqadi holat. Ha, Apolovka? Ha, Apolovka. Bu 1 metrligi. 1 metrli. Narxi qancha buni? Narxi 9,5 million qilib beramiz. 9,5 million Yana so'm. kelishtirib 1 beriladi. metrligi. Sizga sizlarda mabodo sotiladigan valsovka yo'qmi? Yo'q, valsovka. Ruchnoy bo'ladi-yu, o'chab-o'chab bitgan. Yo'q. Bag'da nimalayamiz? Bu tomonda mana beton meshalkalar, zakatovkalar, ha, usta aka? Zakatovka. Tayyor bo'lyapti. Bu suv idishlarimiz qancha berilyapti? Bu suv idish 750 ming so'm. 1 tonnalik, ha? 1 tonnalik. 1 tonnalik deyiladi, lekin aslida 900 litr suv Mana sig'adi. suv toshishga. Aha. 1 tonnalik bu? Ha, 1 tonna. Hali qancha? suv yo'q yerlarga olib Aha. arendaga berishyapti. Buni 2,5 million qilib beryapti. 2,5 million so'm. 1 tonnalik bu? 1 tonna. 1 tonnalik mana suv idish ekan. Kraskalar chachib tayyor holatda Tayyor qilib beriladi. Tushunarli. Karetalarimiz usta aka? Karetalar eng hadovoyi 500 ming so'm hali. Standartda? Laboga tushadigan 120 ga ikkisi. Aha. 140 ga ikkisi Aha. 600 ming so'm. 600 ming so'm. Kichinasi-chi, gapiravering. Bundan seroq. Bu 360 ming so'm. Ha, bo'pti. Xo'sh, menimcha usta aka hamma ma'lumotni berdik, ha, usta aka. Bunda qanaqadir savollar bo'lsa, ekranda mana shu ishlab chiqaruvchi akalarimiz nomerlari bo'ladi. Endi bizning kanaldan chiqqanlarga chechipcha kelishtirasizlar, usta aka? Kelishtirib beramiz. Kelishtirib beradi. Bu kareta qayerga ketyapti? Bir mashina bu. Zakazmi ham? Ha, zakaz. Mana zakaz beraverasizlar akalar, mana karetalarning eng zo'rlari mana shu yerda akalarimiz chiroyli qilib tayyorlab, mana chiqarishib boryapti ekan. Manzil Farg'ona viloyati, Bo'yda tumani, Dehqonobod kominterndan bo'lyapti.
bittadan laykni bosib qurilish qilyapti turgan tanish bo'lishlarga jo'natib qo'yasizlar.